Omad aka, namanganliklar har bir sohada ilg'or bo'lib ketyapti desam ishonasizlarmi? Hozir men Namangan viloyati 3 tumaniga shunday kirganda Jidda-Kapada mana shu Parijdagi Eyfel minorasini shunday apkep bo'lgan joyda turibman. Bu gap bilan nima demoqchiman? Mana qaranglar do'stlar. Bilasizlar, Namangan Jidda-Kapada darvozalar bilan mashhur, lekin birinchi marta ko'rishim, darvozalarga kafolat kartasi qo'yib, 3 yil garantiya berayotganlarini, qarang pechatlari bilan bo'lyapti ekan. 1.400.000 mingdan kvadrat sotilgan mana shu darvozalarni 1.200.000 so'mdan qo'yib yuborishdi do'stlar. Bularning eng katta fishkasini aytaymi? Hamma metallda, hamma darvozachilarga o'zlari tarqatar ekan. Bu degani material o'zlarida bo'lgandan keyin darvozalar o'zlarida arzon degani. Mana darvozalarimiz 1 kvadrati 1.5 million, 1.400.000 mingdan qilingan ekan, 1.300.000 mingdan qo'yib qo'yibdi do'stlar. Mana bu darvozalar do'stlar 1.400, 1.500 sotilgan ekan, 1.300.000 mingdan qo'yibdi buni ham. O'zbekiston bo'ylab dastlabki olib borib yetkazib berish xizmatlari ham bor. 20 kunda bitkazib berar ekan uzog'i bilan. 800.000, 900.000 mingdan kvadrat sotilgan darvozalar 700.000 so'mdan sotilyapti. Ichkaridani ko'rsataman. Mana bu shtampovkali darvozalarni ko'ryapsizlarmi? 1 kvadrati 500.000 so'mdan talashilmaydi, olinglar. Mana darvozalarni ko'ryapsizlar, vaqti original bomba darvozalar 1.400, 1.300 da sotilgan. Sizlarga 1 milliondan kvadrat olinglar. Mana bu qo'ylarning qo'rasi bor-ku 3.5 million, 3 million sotilgan, 2.800 dan olinglar. Mana so'rini ham 3.5 millionga olinglar. Manzili Norin daryosidan o'tib 3 ga kirganingizda 500 metrdan keyin o'ng qo'lda mana shu Eyfel minorasini oldida bosaverasizlar.